Assalomu alaykum. Sizlar bilan voqealarga real nazar tashlovchi kanal Siyosat va jamiyat. AQSh va Isroil Eron hududiga keng ko'lamli hujum boshladi. Bugun 2026-yil 28-fevral kuni ertalab AQSh va Isroil qurolli kuchlari Erondagi harbiy va strategik obyektlarga nisbatan harbiy operatsiyasini boshladi. Voqealar xronologiyasi. Tongda Tehron, Isfahon, Qum, Karaj va Kermanshah shaharlarida kuchli portlashlar qayd etildi. Hujumda aviatashuvchi kemalar va mintaqadagi bazalardan ko'tarilgan o'nlab qiruvchi samolyotlar hamda qanotli raketalar ishtirok etmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp yirik rasmiy bayonot bilan chiqib, Eronda yirik jangovar operatsiyalar boshlanganini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, maqsad Eronning raketa salohiyatini yo'q qilish va yadroviy qurol loyihasini oldini olish. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz ushbu hujumni mavjud tahdidni bartaraf etish uchun amalga oshirilgan preventiv zarba deb atadi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Xomenei qarorgohi va mudofaa vazirligi binolari yaqinida portlashlar sodir bo'lgani xabar qilindi. Eron o'z havo hududini fuqaro aviatsiyasi uchun yopdi. Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi javob qaytarishni boshladi. Isroil va AQShning mintaqadagi bazalariga raketa zarbalari berilgani haqida xabarlar kelib tushmoqda. Eronning javob zarbalari. Bahrayn AQSh harbiy dengiz kuchlarining 5-floti shtab-kvartirasi raketa hujumiga uchradi. Qatar va Kuvayt Al-Udeyd va Al-Salom aviabazalari yo'nalishida portlashlar va raketalarni tutib qolish holatlari kuzatilgan. Birlashgan Arab Amirliklari Dubay va Abu-Dabi osmonida portlash tovushlari eshitilgan. Havo hujumidan mudofaa tizimlari ishlamoqda. Eron hujumlari natijasida bir kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Isroil mamlakat bo'ylab favqulodda holat e'lon qilindi. Maktablar yopildi. Aholi boshpanalarga yo'naltirildi. O'zbekiston elchixonasi Isroildagi yurtdoshlarimizni himoyalangan xavfsiz hududda bo'lish va imkon qadar ko'chaga chiqmaslik haqida ogohlantirmoqda. Hozirgi holat. Mintaqada ko'plab aviakompaniyalar parvozlarni to'xtatgan. Vaziyat keskinlashishda davom etmoqda. Shuningdek, AQSh rasmiysi Eronga qarshi amaliyot bir necha kun davom etishini aytmoqda. Bugungi zarbalar oqibatida Eronda 50 dan ortiq fuqarolar halok bo'lgan. Birlashgan Arab Amirliklari, Iroq va Suriyada ham qurbonlar bor. Donald Tramp AQShda ham qurbonlari bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling do'stlar.